Uyingizda bir stakan sut topilsa, Qutbinisa xolaning keliniga sotib olishga shoshilmang, tez oling. Men sizga bir hafta tursa ham qotib qolmaydigan, ustilari qarsildoq, ichlari vazdushniy bo'lib chiqadigan kurasan bo'lishga tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Iliq sut ustiga droje, shakar solib aralashtirib, apara tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan apara ustidan yog' va tuxum solib, bir xil massa qilib aralashtirib olamiz. Ustidan elangan un solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni 4 ta zuvalachaga bo'lib olamiz. Har bitta zuvalani dumaloq shaklda yoyib olamiz. Dumaloq shaklda yoyilgan xamir ustidan xona haroratida erigan saryog'imizni surib, ketma-ketlikda taxlab olamiz. 4 ta qavatiga saryog' surtib taxlangan xamirni ustini salafan bilan yopib, 1 soatga xolodilnikka oshirishga yuboramiz. 1 soat xolodilnikda turgan xamirni olib, dumaloq shaklda yoyib olamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib kesib chiqamiz. Kesilgan xamirlarimizni ko'rsatilgandek qilib kurasan shaklida o'rab olamiz. Tayyor bo'lgan kurasanlarimizni listimizga terib, ustini yopib, yana 15 daqiqa davomida oshirib olamiz. Ustidan tuxum sarig'i va mak sepib, qizib turgan 180 gradus duxovkamizga pishirishga yuboramiz. Bilaman, sizga retsept yoqdi-yu, like bosib, yaqin do'koningizga yuborib qo'yishni unutmanglar.